Hongtai Seed Industry Technology kompaniyasi Hongtai 6636 navini taqdim etadi. Ushbu nav qurg'oqchilik, gerbisid va ko'sak qurtiga bardoshli bo'lib, yuqori harorat sharoitlarida ham barqaror hosil beradi. O'sish davri 119 kun. O'simlik tuzilishi juda ixcham va ko'psimon, barglari kam va to'q yashil rangda. Bu quyosh nuri tushishi va havo almashuvini yaxshilab, hosil shakllanishiga qulay sharoit yaratadi. Mevali shoxlari birinchi va ikkinchi tartibda joylashgan. Ko'saklari tuxumsimon, bir donasining o'rtacha vazni 5,4-5,6 gram. Hosil berish qobiliyati kuchli bo'lib, har bir poyada 10-13 ta ko'sak shakllanadi. Ko'sak qobig'ining yupqa ekanligi hisobiga paxta bir maromda ochiladi va hosilni yaxshi ushlab turadi. Paxta tolasining sifati yuqori. Tola uzunligi 31,2 mm, tola chiqimi 44,7% ni tashkil etadi. Nav mashina terimi uchun ham qulay. Shuningdek, fuzarioz va vertisilyoz kasalliklariga chidamli va ildiz tizimi juda mustahkam. Hongtai 6636 barqaror hosil, yuqori sifat va fermerlar uchun ishonchli tanlov.